العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل العلم ضياء. Bismillahirrohmanirrohim. Oson arab tili darslarimizdan bugun ikkinchi kitobni 6-darsini o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Al-ummu ona aytyapti. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Ey bolaginam, maktabdan qachon qaytding? Raja'a qaytmoq edi. Raja'ta qaytding bo'lyapti. Mana oxiriga ta qo'shyapmiz. Sa'id javob beryapti o'g'li. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Yarim soat avval qaytdim. Qabla avval degani o'zi muzof bo'lib kelyapti. Mana undan keyingisi muzof ilayhi bo'lib kasrali bo'lyapti. Undan keyingisi unga muzof ilayhi bo'lib bu ham mana kasrali. Ayna ukhtuka Maryamu. Singling Maryam qayerda? Ma raja'at qaytmadimi? Demak, raja'at shakli muannas birlikka ishlatiladi. La adri bilmayman. Ana ma ra'aytuha. Men uni ko'rmadim. Ma ra'aytu ko'rmadim. Ha, uni. Madha qara'ta al-yawma. Bugun nima o'qiding? Qara'tu o'qidim. Qara'tu mana oxiri tu bo'lsa men o'qidim. Qara'ta bo'lsa sen o'qiding. Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Bugun fiqhga oid, ya'ni fiqh haqida yangi dars o'qidim. A fahimtahu, uni tushundingmi? Fahimta tushunding, hu uni. Boshidagi a so'roq qilib beryapti gapimizni. Uni tushundingmi? Na'am fahimtuhu jayyidan. Ha, uni yaxshi tushundim. Fahimtu tushundim, hu uni. Ama qara'tal Qur'ana al-yawma. Bugun Qur'on o'qimadingmi? Ma qara'ta o'qimading. Boshidagi a bilan o'qimadingmi deyapti. Mana al-Qur'ana ko'ryapmizki fathali bo'ldi. Nima uchun? O'qimadingmi? O'qimaslik ish harakati nimaga nisbatan bo'lyapti? Qur'onga. Nima o'qilmayapti? Qur'on. Demak, ish harakat ta'sir qilgan narsa nima deyilardi? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi nasb holatda bo'ladi. Mana nasb alomati fatha bo'ldi. Bala yo'g'e qara'tu suratar rohmani va hafiztuha. Yo'g'e suratur rohman. Ar-Rohman surasini o'qidim va uni yodladim. Hafiztu ha, uni yodladim. Fa fariha bi al-mudarrisu kathiran. Va men sababli o'qituvchi judayam xursand bo'ldi. Fariha xursand bo'ldi, kathiran ko'p xursand bo'ldi. Va qala va aytdiki innaka ahsanu talibin fil fasli. Albatta sen sinfdagi eng yaxshi talabasan. Ahsanu talibin eng yaxshi talaba. Hasandan mana ahsanu chiqarilyapti, ya'ni yaxshi, yaxshiroq. Kabirun katta, akbaru kattaroq. Sag'irun kichkina, asg'aru kichkinaroq. Mana shu shaklda yasar edik. Ya'ni ismi tafzillarni. Mashaalloh. Zadakallohu ilman ya bunayya. Mashaalloh deb, ya'ni xursand bo'lganda aytiladigan zikr tarjimasi Alloh xohlagan narsa degani. Bu Allohning qadari degani, ya'ni juda ham xursand bo'lib yuborish kerak emas, Alloh xohlagan ish bo'ldi. Zadakallohu ilman. Alloh seni ilmda ziyoda qilsin, ya'ni ilmingni ziyoda qilsin ey bolaginam. A ghasalti qumsani ya ummi. Ey onam, ko'ylaklarimni yuvdingizmi? Ghasalti qumsani. Ko'ylaklarimni yuvdingizmi? Na'am ghasaltuha va kawaytuha. Ha, ularni yuvdim va ularni dazmolladim. Kawa degani dazmollamoq. Mana kawaytu dazmolladim. Ha bo'lib ular bo'lyapti. Ular nima uchun hum emas ha bo'lib muannas
birlik ishorasi bo'ldi, chunki ko'ylaklar aqlsiz ko'plik. Bilamizki, aqlsiz narsalar ko'p bo'lsa, muannas birlik hukmida bo'lib qolardi. Mana shuning uchun muannas birlik ishorasi zamir kelyapti. Xuz hazal qamisa. Bu ko'ylakni ol. Onasi ya'ni beryapti bolasiga. Xuz ol degani axoza fe'lini amr shakli. Mana shu bugungi yangi mavzulardan biri. Axoza oldi, xuz ol degani, ya'ni amr shakli. Hati zaka ya ummi. Ey onam, ana buni bering. Hati, bilardikki hati keltir degani. Muannasga oxiriga ozgina cho'ziq qo'yib buyuramiz. Ya'ni ayol kishiga buyurayotganimizda biroz yumshoqroq qilib buyuramiz. Hati, masalan, oktub yoz degani bo'lsa, oktubi bo'ladi qiz bolaga buyurganda. Uknus sipir, uknusi bo'ladi qiz bolaga buyurganda. Buni inshaalloh buyruq shaklini o'rganganimizda batafsil ko'rib chiqamiz. Zaka ajmalu min haza. Ana va bundan chiroyliroq. Mana jamilun chiroyli, ajmalu chiroyliroq. Yuqoridagiga o'xshab mana. Hasanun yaxshi, ahsanu yaxshiroq. Jamilun ajmalu. Tadkhulu Maryam. Maryam kirib keladi. Assalomu alaykum. Kayfa haluki ya ummi va kayfa haluka ya akhi. Sizlarga salom bo'lsin. Ahvoling qanday ey onam va ahvoling qanday ey akam. Va alaykum assalom. Ahlan ya binti. Ey qizim, xush kelibsan. Mata kharajti minal madrasati. Madrasadan qachon chiqding? Xaraja chiqmoq bo'lsa, chiqdi desak, qiz bolaga to'g'rimizdagi, ya'ni ikkinchi shaxs muannas birlikka xarajti bo'ladi. Mana shu fe'lni tuslanish shakllarini barchasini inshaalloh Telegram sahifamiz ostiga joylab qo'yamiz. Xarajtu ba'da solati zuhri. Peshin namozidan keyin chiqdim. Mana xarajtu chiqdim. O'sha jadvalni yodlab olsak, har qanaqangi tuslanish shakllarini bemalol o'zimiz ishlata olamiz. Masalan, xaraja fe'lni ham tuslab keta olamiz. Xaraja, xaraja, xaraju, xarajat, xarajata, xarajna qilib yoki zahabami, zahaba, zahaba, zahabu qilib bemalol tuslab keta olamiz. Shu o'tgan zamonni bitta qolipini yodlab olishimiz kerak. Ayna zamilatuki Aminatu va Fatimatu va Suadu. Sinfdoshlaring Amina va Fatima va Suad qayerda? Ma ra'aytuhunna ba'da salati. Namozdan keyin ularni ko'rmadim. Mana ma ra'aytuhunna. Ya binti, akhuka hafiza suratar rahmani. Ey qizim, akang Rahmon surasini yodladi. Ayya suratin hafizti anti. Sen qaysi surani yodlading? Bu yerda mana ayya bo'lib nasb holati turibdi. Nima uchun bu nasb bo'ldi? Fathali bo'ldi. Yodlash ish harakati mana shu so'zga ta'sir qilyapti. Maf'ulun bihi bo'lyapti. Nimani yodlayapti? Qaysi surani yodlayapti. Mana qaysi surani yodlading? Yodlash ish harakati mana shu qaysi sura degan so'zga ta'sir qilganligi uchun mana shu ayya surati maf'ulun bihi nasb holatda mana nasb alomati fathha bo'ldi. O'zi aslida qanday edi? Ayyu sura bo'lardi. Ayya bo'lib mana shu fe'l ta'sirida maf'ulun bihi bo'lib nasb holatda fathali bo'ldi. Ana hafiztu suratal hadidi. Men hadid surasini yodladim. Mana bu yerda ham shuning uchun yodlanayotgan narsa bo'lganligi tufayli suratal hadidi deb aytyapmiz. Va hiya atwalu min suratir rahmani. Vaholanki u Rahmon surasidan uzunroq. Tawilun uzun, atwalu uzunroq. Va kazalika hafiztu 16 ayatan min suratin nabai. Va xuddi shuningdek, kazalika degani shuningdek, hafiztu yodladim 16 ta oyat Naba surasidan. 16 ta oyat ham yodlabdi.
Hop, mashaalloh. Yana yuqoridagi gap. Innaka talibatun mujtahidatun. Albatta sen tirishqoq talaba qizsan. Ana masruratun biki. Men sen bilan xursandman. Ya'ni sen tufayli xursandman. Zahabti ilal maktabati al-yawma. Bugun kutubxonaga bordingmi? Zahabti mana bording. Boshidagi a bilan bordingmi? Naam zahabtu. Ha, bordim. Maza qara'ti hunaka. U yerda nima o'qiding? Qara'tu majallatan min Pakistana. Ismuha al-Islamu. Pokistondan bo'lgan bir jurnal o'qidim. Uning ismi Al-Islom. Ya'ni Islom nomli Pokistondan bo'lgan jurnal o'qidim. Bil-lug'atil arabiyyati hiya. U arab tilidami? La. Hiya bil-lug'atil ingliziyyati. Yo'q, u ingliz tilida. Onasi aytayapti. Zahabti ilal mudirati. Mudirani oldiga bordingmi? La. Hiya ma ja'at al-yawma. Yo'q, u bugun kelmadi. Agar ulab o'qisak, ma ja'atil yawma deb o'qiymiz. Nima uchun kasra bo'ldi? Chunki ma ja'at qilib sukun qilib o'qisak, asliga ko'ra, undan keyin l ustida ham sukun bor. Ikkita sukun yonma-yon kelib qoladi. Bilamizki, arab tilida ikkita sukun yonma-yon kelishligi mumkin emas. Shuning uchun bittasiga zaruratan kasra qo'ydik. Ma ja'atil yawma deb o'qiymiz agar ulasak. Yo'q, u bugun kelmadi. Mana muannas uchinchi shaxs birlikka ja'at qilib sukunli t qo'shamiz fe'lning oxiriga. Lima nima uchun? Azunnu annaha zahabat ila Makkata. O'ylaymanki, albatta u Makkaga ketdi. Ya'ni uni Makkaga ketgan deb o'ylayman. Shu yerda mana azunnu fe'li kelyapti. O'ylayman degani. Shundan keyin anna qo'yib gapni davom ettiramiz. Annani ta'kid so'zi deyiladi yoki soddaroq qilib aytsak, o'ylaymanki, albatta u Makkaga ketdi. Azunnu mana shu yerda yangi fe'limiz, azunnu o'ylayman. Undan keyingi anna ta'kid harfi o'ylanayotgan narsani mana boshida kelyapti. Mana bu hammasi o'ylanayotgan narsa. Maznun o'ylanayotgan narsa. Nimani o'ylayapti? O'sha mudirani Makkaga ketganligini o'ylayapti. Shuni oldidan mana anna kelyapti. Sharibti shaya. Choy ichdingmi? La. Ma sharibtu. Yo'q, ichmadim. Keyin ona xodimaga aytayapti, xizmatchiga. Hati ash-shaya ya Layla. Ey Laylo, choyni keltir. Mana ko'ryapmizki, muannasga buyurganda oxiriga mana cho'ziq ye qo'yilar edi. Yuqorida ham ko'rdik. Hati o'g'il bolaga bo'lsa, hati qiz bolaga. Va Maryam ham qo'shimchasiga buyruq qo'yapti xizmatchiga. Va hati qit'ata khubzin aydan ya Layla. Ey Laylo, bir bo'lak non ham keltir. Xubz, non. Ana jav'a. Men ochman. Jav'anu deb muzakkarga ishlatardik. Och qolgan insonga nisbatan. Shuni muannasi jav'a bo'lar ekan. Endi savollarga javob berishimiz kerak. Ayya suratin hafiza Sa'idun. Sa'id qaysi surani yodladi? Qaysi surani yodlaganda o'zingiz ayting. So'ngra darsni davom ettirib tekshirib oling. Sa'id Rahmon surasini yodlagandi. Hafiza Sa'idun suratar Rahmani. Kam ayatan min suratin Naba'i hafizat Maryam. Maryam Naba surasidan qancha oyatni yodladi? Qancha yodlagandi? 16 ta oyat yodlagan edi. Hafizat Maryamu min suratin Naba'i 16 ayatan. 16 ta oyat yodladi. Masmul majallati allati qara'atha Maryamu fil maktabati.
kutubxonada Maryam o'qigan jurnalning nomi nima? Nima edi? Al-Islam. Agar shuni to'liq javob bersak, masmuni oxiriga olib, shu yerdan boshlab o'qiymiz. Al-majallatu allati qara'atha Maryamu fil maktabati ismuha al-Islam. Ismi al-Islom. Bi ayyi lughatin hiya? U qaysi tilda? Hiya bil lughatil ingliziyati. Man Layla. Layla kim? Layla xodimatun, xizmatchi. Keyingi mashqda to'g'ri yoki noto'g'riligini aytib chiqamiz. Ma farihal mudarris bi Sa'idin. O'qituvchi Sa'id bilan xursand bo'ldi. To'g'ri. Bu yerda xursand bo'lmadi debdi. Demak, noto'g'ri. Balki xursand bo'ldi o'qituvchisi. Sura yodlab berdi-ku. Maryamu jav'a. Maryam och. Bu to'g'ri. Xarajat Maryamu minal madrasati ba'da solati zuhri. Maryam maktabdan peshin namozidan keyin chiqdi. Bu to'g'ri. Suratur Rahmani atwal min suratil Hadid. Rahmon surasi Hadid surasidan uzunroq. Yo'q, Hadid uzunroq edi. Aminatu va Fatimatu va Suadu zamilatu Maryama. Mana shu uchala qiz Maryamning sinfdoshlari. Bu to'g'ri. Endi quyidagi savollarga javob berishimiz kerak va shunday bir narsani miyamizda saqlashimiz kerakki, bu savollar yuqoridagi matnga asoslanmagan. Ya'ni o'zimizdan bilib javob beraveramiz. Shu kungacha o'rgangan qoida va lug'atlar asosida. Demak, bu savollarni javobini men ochiq qoldiraman. O'zingiz javob berishga harakat qilib ko'ring. Javoblarni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Inshaalloh har bir javobni tekshirib, xatolarini to'g'rilab beramiz inshaalloh. Keyingi mashq. Annisil fa'ila fi kullin min al-jumal al-atiyati wadbit ad-damir bish-shakl. Quyidagi gaplarni har birida fa'ilni muannas qilib chiq. Ya'ni fa'ilni avvalgi darsda ko'rdik. Fe'lni, ish harakatni bajaruvchisi fa'il deyiladi. Shuni muannas qilib chiqishimiz kerak. Masalan, a sharibta shaya ya Hamidu. Ey Hamid, choyni ichdingmi? Hamid bo'lgandan keyin sharibta, ichding deb muzakkar shaklini beryapti. Endi shu yerda muannas shaxsga nido qilingan bo'lsa, mana Suadga o'xshab sharibta emas, sharibti bo'ladi. Qiz bolaga to'g'rimizda turgan bir dona ayol kishiga sharibti deymiz. Yonimizdagi uchinchi shaxs emas, ikkinchi shaxs. Ya'ni gapimizni eshitayotgan shaxsgagina shunday deymiz. Agar qiz bola yonimizda, ya'ni uchinchi shaxs bo'lsa, sharibat, u boshqa masala. Demak, to'g'rimizdagi sharibti. A katabta ad-darsa ya Ali. Ey Ali, darsni yozdingmi? Endi xuddi shuni qiz bolaga aytishimiz kerak. Masalan, ya Suaduni aytaversak, A katabti ad-darsa ya Suadu. Ey Suad, darsni yozdingmi? Mana katabti bo'ldi qiz bolaga, to'g'rimizdagi. A ghasalta wajhaka ya akhi. Ey akam, yuzingni yuvdingmi? A ghasalti wajhaki ya ukhti. Ey opam, yuzingni yuvdingmi? Mana ghasalti bo'ldi va zamir ham o'zgardi. Wajhaki, yuzing. Ayya suratin hafizta ya bunayya. Ey o'g'ilginam, qaysi surani yodlading? Endi qizim deb aytishimiz kerak. Ayya suratin hafizti ya binti. A fahimta darsal jadida ya Hashimu. Ey Hashim, yangi darsni tushundingmi?
Fahimti darsal jadida ya Aminatu. Amina, yangi darsni tushundingmi? Ayna zahabta ba'da darsi ya akhi. Birodarim, darsdan keyin qayerga ketding? Endi shuni qiz bolasiga Ayna zahabti ba'da darsi ya ukhti bo'ladi. اضبط الضمير بالشكل في كل من الأفعال الواردة في الجمل الآتية. Quyidagi jumlalarda kelgan fe'llarni har birini shakllantir, ya'ni harakatini qo'yib chiq deyapti. Mana zahabtami, zahabtimi, zahabtumi. Agar ushbu gapimizda fe'lni bajaruvchisi sen deb aytsak, ya'ni ikkinchi shaxs muzakkar birlik bo'lsa zahabta. Men bo'lsa zahabtu. Sen qiz bo'lsa bir dona zahabti. Agar u qiz bir dona bo'lsa zahabat. Shunga qarab qo'yib chiqamiz. Ana bo'lgandan keyin zahabtu ilal matori. Men aeroportga ketdim. Gapni qarasak, mana ya Yusuf, ey Yusuf deyapti. Demak, to'g'rimizda turgan ikkinchi shaxs muzakkar birlik. Zahabta bo'ladi. Zahabta ilal mal'ab ya Yusuf, ey Yusuf, o'yingohga, stadionga bordingmi? Ukhti, mana endi opam deyotgandan keyin uchinchi shaxs muannas birlik. Ukhti zahabat ilal mustashfa. Shifoxonaga ketdi, bordi. Bu yerda mana ya Fatima, ey Fatima deyapti. Demak, to'g'rimizda muannas birlik. Zahabti ilal maktabati ya Fatimatu. Ey Fatima, kutubxonaga bordingmi? Mana bugungi o'qiganlarimiz zahabat, u qiz bordi. Zahabta, sen bording. Zahabti, sen qiz bording. Zahabtu, men bordim. Bularni bitta, uchtalab sekin o'qiyapmiz bitta darsda. Endi hammasini yodlab olishimiz kerak. Bir tartibda 14 xil siyg'asi bor. Fe'llarni moziyda, o'tgan zamonda, kelasi zamonda alohida siyg'alar bor. Bularni yodlab olishimiz kerak inshaalloh. Bularni jadvalini tashlab qo'yamiz guruhga. Ta'ammal al-misalayn al-atiyayni. Kelayotgan kelgusi ikkita misolni ko'r, tafakkur qil. Fahimta darsa ya Aliyu. Ey Ali, darsni tushundingmi? Na'am fahimtuhu. Ha, uni tushundim. La, ma fahimtuhu. Yo'q, uni tushunmadim. Ikki xil mana shunday javob berishimiz mumkin. Bu yerda tushundingmi deb, ya'ni tushunishlik musbat narsa haqida so'rayapti. Shuning uchun na'am yoki yo'q, la deb javob berdik. Ana endi manfiy biror bir narsa haqida so'rasa qanday javob beramiz? Ama fahimta dars. Darsni tushunmadingmi? Mana endi tushunmadingmi deb so'rayapti manfiy narsa haqida. Agar biz tushungan bo'lsak, bala deymiz. Yo'q, tushundim. Bala fahimtuhu deymiz. Endi rostdan tushunmagan bo'lsak, tushunmadingmi deb so'rasa, na'am deymiz. Na'am fahimtuhu. Agar tushunmadingmi desa, ha desak, tushunmagan bo'lib qolamiz. O'zbek tilida aksincha teskarisi. Tushunmadingmi desa, ha tushundim deymiz, lekin arab tilida na'am desa, ha tushunmadim deb ishlatilar ekan. Keyingi mashqda endi shu o'rganganimizga qarab misolni, savollarini tuzishimiz kerak ekan. Mana qarang. Na'am sharibtu. Ha, ichdim deyapti. Bunga qanday savol berishimiz mumkin? Suv ichdingmi deb so'rashimiz mumkin. Sharibta shaya, masalan, choy ichdingmi? Na'am sharibtu. Ha, ichdim. Keyingisini qaraymiz. Na'am katabtu. Ha, yozdim deyapti. Bunga ham katabta darsa, darsni yozdingmi deb so'rasak, na'am deydi. Ya'ni na'am, la deb javob bo'lishligi uchun savol musbat bo'lishi kerak. Endi mana bala kelyapti. Palonday qilmadingmi, pistonday qilmadingmi desagina bala deydi. Bala ra'aytuhu. Yo'q, uni ko'rdim. Demak, savol qanday bo'lgan?
palonchini ko'rmadingmi deb bo'lish kerak. Ama ro'ayta Ahmada, masalan, Ahmadni ko'rmadingmi? Bala ro'aytuhu deb javob beriladi. Keyingisi na'am ma qara'tu hadal kitaba fi baladi. Ha, bu kitobni shahrimda o'qimadim. Demak, ha, o'qimadim deyapti. Savol qanday bo'ladi? O'qimadingmi bo'ladi. Ama qara'ta hadal kitaba fi baladika? Bu kitobni shahringda o'qimadingmi? O'qimaganmisan? Na'am ma qara'tu. Ha, o'qimaganman. Keyingisini qaraymiz. Bala sami'tul azana. Yo'g'e, azonni eshitdim. Yo'g'e bo'lyapti. Demak, manfiy savol bo'ladi. Azonni eshitmadingmi deb aytgan bo'lish kerak. Amma sami'tal azana. Azonni eshitmadingmi? Bala bo'ladi shunda. La ma sami'tul azana. Yo'q, azonni eshitmadim. Ikki javobda ham mana eshitmadim bo'lyapti, lekin bala dan bildikki savol manfiy bo'lgan. Endi mana la kelyapti. Demak, savol musbat bo'lishi kerak. A sami'tal azana, azonni eshitdingmi? La bo'lyapti. Eshitmadim. Tepada ama sami'ta, eshitmadingmi? Bala. Yo'g'e, eshitdim. Ko'ryapmiz farqini. La ma darabtu hadal walada. Yo'q, bu bolani urmadim. Demak, bu bolani urdingmi deb so'rashimiz kerak. A darabta hadal walada, bu bolani urdingmi bo'ladi. Endi quyida misolda fe'llarga qo'shilib kelayotgan zamirlarni ko'rib chiqamiz. A ra'ayta Hamidan, Hamidni ko'rdingmi? Na'am ra'aytuhu. Ha, uni ko'rdim. Huvadan yopishgan zamiri hu bo'lib o'tadi. Ya'ni zamirlarni darsga yukladik sahifaga. Yopishgan zamirlar bor, ajragan zamir. Bu yopishgan zamir, muttasil zamir. Ajragani huva, yopishgani hu. Ra'aytuhu, uni ko'rdim. A ra'ayta Hamidan va Hishaman va Aliyan. Hamidni va Hishamni va Alini ko'rdingmi? Na'am ra'aytuhum. Ha, ularni ko'rdim. Humga kelsak, muttasila ham, yopishgani ham, munfasil, ajragani ham bir xil. Ra'aytuhum alohida kelsa ham hum bo'ladi, ular. A ra'ayti Zaynaba, Zaynabni ko'rdingmi? Na'am ra'aytu ha. Ha, uni ko'rdim. Ajragan zamiri qanday bo'ladi? Hiya, u. Xo'p, keyingisi a ra'ayti Zaynaba va Aminata va Suada. Zaynabni va Aminani va Suadni ko'rdingmi? Na'am ra'aytu hunna. Ha, ularni ko'rdim. Mana ra'aytu hunna. Bu yopishgan shakli, alohida shakli ham xuddi shunday hunna bo'ladi. Endi qolganini xuddi shu misollardek to'ldirib chiqishimiz kerak. A ra'ayta at-tullabal jududa. Yangi talabalarni ko'rdingmi deyapti. Ha, ularni ko'rdim deb javob bersak. Ra'aytuhum. A ra'ayti al-mudirata va ukhtaha va bintaha. Mudirani va opasini va qizini ko'rdingmi? Demak, muannas ko'plik. Ra'aytu hunna. Ularni ko'rdim. A ra'ayta al-mudarrisa. O'qituvchini ko'rdingmi? Ra'aytuhu. Uni ko'rdim. Ayna ra'ayta ukhtaka Maryama. Singling Maryamni qayerda ko'rding? Ra'aytuha fis-suqi. Uni bozorda ko'rdim. Mana ra'aytuha. Ha deb muannas birlikka aytamiz. A ra'ayta sayyaratal mudiri. O'qituvchini mashinasini ko'rdingmi? Mashina muannas, shuning uchun xuddi mana bu yuqoridagiga o'xshab ra'aytuha. Uni ko'rdim deb aytamiz. Ayna ra'aytal atibba'a ya Ali. Ey Ali, tabiblarni qayerda ko'rding? Tabiblar muzakkar ko'plik, shuning uchun ularni ko'rdim deb aytamiz. Ra'aytuhum fil mustashfa. Ularni shifoxonada ko'rdim.
Mata ra'aytal mudira ya Yunus. Ey Yunus, mudirni qachon ko'rding? Kecha ko'rdim deb aytaylik masalan. Ra'aytuhu amsi. Uni kecha ko'rdim. Ra'ayta Aminata va Khadijata va Barirata. Amina, Khadija, Barirani ko'rdingmi? Ra'aytuhunna. Ularni ko'rdim. Darsni qolganini inshaalloh keyingi dars davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.